Assalomu alaykum hammaga mana Manzara bo'lib. mana qarang. Bulutlarga qarang, tog'ga qarang, bu yoqda tog'ga. Juda ajoyib tog'lar borda bu yoqda. Zarband tog'lari, ko'rib turgan tog'lar Zarband tog'lari. Birota tog'lari bu yerda uncha ko'rinmayapti. Ha, shu kattasi quyosh tushmaydi. Ha, shuni aytyapman. Qaysi? Fayzla jo'ramiz. Bu Fayzla jo'ramizning ranchasi, dachasi. Mo'llatoy bo'lgan yo'q, mo'llatoy emas. Ha, mana hamshiradi Mustafa bular o'ziga payog'ini olib kelgan, hali oldida turibdi. Ya u kamlik qilganda qalampir ham qo'shibdi. Vodiyga borib, qalampirni ham ko'p yeytan bo'lib o'rganib keldi. Fayzla jo'ramiz bodomlar yaxshi sopdi, bu yil ham. Yakunda salom aytib. Achisi ham bor deydi, tutisi ham bor deydi. Ana. O'tkir jo'ramiz. Oti o'tkirda. O'zi uncha o'tkir emas. O'zi ham dedi. Ha, o'zi ham o'tkir ekan. Lekin hozir xotindan aytganini qiladi, lekin men Kim qilmaydi? Sen qilmaysanmi? men ham qilaman. Aytyapman. Ha, salomat bo'linglar. Hamma sog' bo'lsin. Ha, qana shunday izlarga kirganda ham 80-90lar kirganda ham shunday dasturxonlarda o'tirib olib, hozir sho'g'imiz tayyor bo'lsa, mana o't yoqib qo'ydik ko'raga. Hozir cho'q tayyor bo'lsa, shashligimiz bor. Ichkarida afg'on qozonda dimlama ketyapti. Dimlama ham hozir tayyor bo'lib qoladi. Gazga qo'yib qo'ydik. Sho'g'imiz tayyor bo'lmadimi? Sho'g'azga uyda tuk bor aytmas. Kabel mana uda qilibmanda fendi. Darrov moment 3-4 minutda tayyor qiladi u. Salomat bo'linglar.